O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Qurolli Kuchlar vazirlik va idoralari rahbariyati bilan hamkorlikda olis hududlarda o'tkazib kelinayotgan ommaviy sayyor qabullar davom ettirilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Bu galgi sayyor qabullar Namangan viloyatining Pop, Andijon viloyatining Jalaquduq va Farg'ona viloyatining So'x tumanlarida tashkil etildi. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari, pensionerlar va yoshlar qatnashgan qabullarda dastlab yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida uchrashuvlar o'tkazildi. Ochiq muloqotlarda yangi O'zbekiston sharoitida yurtimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning hayotiy ifodasi, shu jumladan yaratilgan imkoniyat hamda imtiyozlar haqida atroflicha so'z yuritildi. So'ngra soha mutaxassislari qatnashuvida har bir murojaat tinglanib, ularni shu yerning o'zida ijobiy hal etish choralari ko'rildi. Jarayonda huquqiy maslahatlar berilib, ko'rib chiqish muddat talab etadigan murojaatlar esa alohida nazoratga olindi. Turmush o'rtog'im 10 yildan beri harbiy xizmatchi. Yillar davomida xo'jayinim bilan ko'p ijara uylarda yashadik va bizda hozirda davlat tomonidan beriladigan uyga ehtiyojimiz borligi sababli murojaat qildim va menga bu murojaatimni ijobiy hal qilib berishdi. Turmush o'rtog'im vatan oldidagi burchini 20 yildan oshiq bo'lyapti, bajarib kelmoqdalar. Biz uy-joyga muhtojligimiz borligi uchun shu sayyor qabulga keldim. Mas'ullar meni diqqat bilan tinglashdi va amaliy yordam beramiz deyishdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Ushbu sayyor qabullar inson qadri uchun ezgu tamoyili asosida aholi manfaatlarini o'z joyida hal etish, fuqarolarni o'ylantirib kelayotgan muammolarga tezkor yechim topish borasida olib borilayotgan tadbirlarning yana bir amaliy ifodasi bo'ldi.